Arashani toza urg'ochisi keldi. Otimi bilmayman. Qo'yib yuboringchi bir. Hop ale. Молодец. Obunachilar qaranglar. Voy. Yana bitta baqa o'tsinchi. Voy. Haqiqiy gigant ekan. 1 metr 1.20 joyda ko'rdim demayapti obunachilar. Assalomu alaykum. Fayzullo o'z YouTube kuzatuvchilari va mana bunday Edilbay Arashan qo'y ishqibozlari. Akalar, bugun biz Namangan tumani o'sha Tepaqo'rg'on qishlog'idamiz. Optimchi arzonchi. Ya'ni o'zimizda mini qo'y fermadamiz akalar. Xudo xolosa bugunga ham yangi partiyasilardan kelgan. Bo'g'oz, naq bo'g'ozidan 15 kun, 20 kunda tug'adigan bo'g'ozlardan kelgan. Buxoreyski 2 ta 3 tadan tug'adiganidan kelgan o'sha bo'g'oz ular ham naqd. Yosh, ona bola bor, ona bolaning zo'rlari bor, xudo xolosa. Akalar, videoni oxirigacha kuzatib, like, obuna bo'lib qo'ysalaring, xudo xolosa narxlarini o'ta yengil qo'yib beramiz va mana bunday sifatli urg'och so'ragan akalarga xudo xolosa yetkazib beraveramiz akalar, narxini yengil qilib. Akalar, partiyamiz ko'p, bugunga ham videoda ko'p cho'zmaymiz-da, bo'y-vasini o'lchab, chiqishini ko'ramiz, yoshini. Narx-navosini tas-tas aytib qo'ya qolamiz. Maqtagani to'g'risi mana qo'y o'zini sal qo'y o'zini maqtaveradi akalar, mana bu qo'ylarni maqtashga bu maqtaligisi kerak yo'q. Mana o'zi qo'y bilinib turibdi. Qo'yga tushunganlar o'zi bilib telefon qilaveradi. Akalar, bular bo'lsam biz birinchi partiyani boshladik. Xudo xolosa videoni oxirigacha kuzatib, faqat like bosdilaring bo'ldi, obunachilar. Mana. Xo'sh, bu yerda soni 5 dona o'zi sozgina video qilamiz. Bugun 4 tadan 5 tadan chiroyli sizlarga manfaatli video qilib qo'ylarni udoridan ko'rsataveramiz. Sizlar like, obuna bosalaring bo'ldi. Bo'lsamiz syomkamizni boshladik. Soni 5 dona, yosh oyligi 10 oylik, 11 oylik atrofida akalar mana. Yaxshilab ko'ringlar. Hamma taraflama. Soni yosh oyligi 10 oylik, 11 oylik atrofida. Yana bir xudo xolos telefon qilsalaring ma'lumotlarni beraveramiz. Sog'ligi hamma taraflama garantiyasi bor obunachilar mana. Yaxshilab ko'ringlar. Buni 4 donasi urg'ochi, bitta qo'chqori bor. Mana o'zi yaltirab turibdi mana shunisi. Zotga ham boqib qo'yaverasizlar. Qanaqasiga hali qilsalaring endi lekin bo'ladigan narsa. Boqsalaring ham bo'laveradi, zotga boqsalaring ham bo'laveradi. Yaxshilab ko'rsataylik obunachilarga. Metrda ham oling ana. Mana qo'ydi qarang. Uch bo'lsa mana shunaqa bo'lsin. Uzun nurlar. Metrda. Tay, bo'yi 76 ko'ryapman. 75 ga beraveramiz obunachilar. Bular hali 7-8 oylik, misol, mach qo'chqor shunaqa bo'lishi mumkin, lekin urg'ochlar 10 oylik atrofida mana. Bir-biridan chiroyli, bir-biridan go'zalidan olib kelib qo'yganmiz obunachilar. Xudo xolosa narxini ham o'ta chiroyli qilib beramiz. Yana bitta urg'ochidan o'shanchi, bitta ko'rsataylik urg'ochidan bu. Keyin narxini aytib o'tamiz. Keyingi partiyalarga o'taveramiz obunachilarga. Mana. Mana metrda hozir buni ham metrlab o'lchab qo'yaylik. Bu. Qaranglar qo'ydi. Urg'ochini tozasi mana. 80, 75 plus 80 qo'zlar mana. Yoshini yuribdi. Qo'ziga mana emblemadan qanaqa kim o'zi taniganlar o'zi telefon qilishaveradi mana. To'shlari mana boldoqlari ham hamma taraflama zo'r. Bo'ldi, qo'yib yuboring buni tas-tas video qilib. Narxini aytib qo'yaylik. Narxi akalar 6 million demaymiz, 6.58 emas. Bir joyga bo'lsa 5,5 million so'mdan ketaveradi. Dastlabkasi ichida qilib Toshkentgacha olib borib beramiz. Vodiy telefon qilsalaring ozroq xayri bor. Xolos telefon qilsalaring ish bitadi. Ishni bitiramiz. Telefon qilinglar, obunachilar sizlar bo'ldi. 5,5 dan deyapmiz. Oz-moz xayri bor. Dastlabkasi Samarqand, Toshkent, Samarqandgacha oz-moz qo'shilishi mumkin, lekin Toshkentgacha yetkazib beraveramiz. Bemalol telefon qilaverasizlar. Bo'lsamiz ikkinchi partiyaga o'tamiz. Xudo xolosa ikkinchi partiyaga ham zo'rlardan narxlar arzonlaveradi, keyin noyob qo'ylardan shu bo'g'ozlarni naqd bo'g'ozlar 100 taliklardan chiqaramiz obunachilar mana. Xo'p, obunachilar, ikkinchi partiyamizga ham o'ta go'zallardan kelgan mana o'ta sho'x, haqiqiy tog'da yurgan qo'ylar ekan.
Qaranglar, soni o'zi 5 dona bu yerda ham sozgina bo'ladi dedi-ku. Obunachilar xudo xolasa kimdir 5 ta oladi, qurb yetadi, kimdir 2 taga, kimdir 10 taga. O'shaning uchun 5 ta 4 ta 4 ta xudo xolasa chiqarishga harakat qilyapmiz. Shu hammasi sizlar uchun harakatdamiz obunachilar. O'sh, soni 5 dona, hammasi bu ham 10 oylik, qo'chqor qo'shsa bo'laveradi. Bilib bo'lmaydi, qo'chqor qo'shilgan bo'lishi ham mumkin. Biz tepasida bo'lmaganmiz, o'shaning uchun buni ya bo'g'oz deb bo'lmaydi, yo qisir deb bo'lmaydi obunachilar. Mana yaxshilab ko'ringlar. Xolasa hamma yo'q zaman dumbalar razrezlari ham tepagacha. Bergi menga uni. Metrini ham o'lchab qo'yaylik. So'roq aka. Tak, bo'y vasti mana 77 ko'ryapman. Yoshini ham ko'raylik, tishini. Yosh qo'zi. Qo'z endi hammasi qo'zi bir qator ko'rsatib qo'yaylik bo'ldi. Mana obunachilar yaxshilab. Ashni ham to'shanki o'sha bo'lsa. Yana bitta o'sha. Ikkita ko'rsatamiz har partiyada bo'ldi. Qolgani pastda bo'ladi. Mana obunachilar yaxshilab ko'ringlar. Bular ham nargilar bilan bo'y vasti hammasi bir xil. Prosta biz hali 4 ta 5 ta qilib ajratib qo'ydik. Mana bularni bo'yi mana shu yerdan qo'yib. Mana 75 plus bo'ldi. Bo'ldi 75 plus. Nargi bilan bo'y vasti bir xil. Prosta do'xoz bular narxi yengillaydi dedi-ku, narxini yengilroq qo'yaveramiz obunachilar. Mana yaxshilab ko'ringlar, bular ham o'ta go'zal. To'qli so'raganlarga. Oddiy qari qo'y bo'lsa, oddiyliklar 5,5-6 bo'lyapti. Eng kam 6 tish, 8 tishlar obunachilar. Endi bular hali qo'zi-yu, hali necha marta bolasini olasizlar buni. Xudo xolasa baraka topasizlar. Xo'sh, bularda narxini 4,5 milliondan deymiz, 5 million narx qo'ymaymiz. 4,5 million so'mdan mana shu 5 tasini bir joyga bo'lsa, dastlabki Samarqandgacha telefon qilsalaring vodiy, agar mabodo Andijon, Farg'ona, shu Qo'qon qilib telefon qilsalaring, xudo xolasa o'tib beramiz. 100 ming, 200 ming o'tib beraveramiz. Telefon qilsalaring ish bitadi obunachilar. Toshkentgacha ham 4,5 million so'mdan ketaveradi mana shu 5 tasi. Xudo xolasa mana bu qaranglar, hammasi zo'r. Qashqasi ham bor ekan, 5 qashqasi mana. 5 qashqasi ham o'zi o'ta chiroyli. Ko'ringlar yaxshilar. Uzoq yaqindan sog'lom qo'ylar, soppa sog'lom. Qaranglar yaxshilar. Bo'lsam telefon qilaverasizlar, xudo xolasa narxini kelishib beramiz. Hech kim aytganiga sotmaydi obunachilar. Misol mana aytyapman, hamma telefon qilishyapti, xudoga shukr, kecha ham sotdik. Hamma qildik-ku, lekin aytganimga sotganim yo'q. O'sha hammasini o'tib beryapmiz. Chiroyli qilib, hamma xursand, xudoga shukr. Bo'lsam biz keyingi partiyaga o'tamiz obunachilar. Oxirigacha kuzatinglar, bo'g'ozlar naqi bor. Ona bolani ham o'ta go'zali bor. Hop, obunachilar ona bolani o'ta zo'ridan zo'r kelib qoldim bor-ku. Mana qaranglar, sizlarga endi bolasini qarang, qulog'ini shalpan quloq olgan haqiqat. O'ta go'zal ekan, suti ham ko'paygan, bemalol bolani zo'r boqadi. Mana sutini qaranglar, yilini to'la yotibdi. Mana onasini ham mana bo'ynidan tulab o'sha yaltillab yotibdi. Haqiqiy gigant qo'y ekan. Gigant ona bola. Hozir yoshini ham ko'rsatamiz, bo'yini ham ko'rsatamiz obunachilar. Prosta qo'yni yaxshilab ko'ringlar sizlar. Narxini ham xudo xolasa yo'lida qilib beramiz, narxini ham. Mana ular o'z bolasi o'zi alohida tegmay ekan obunachilar, mana ko'ringlar. Haqiqiy go'zal ekan. Gap yo'q, boqqanga ham, sotganga ham malades. Hop, ushanglar buni bir bo'yini o'lchaylik, kishini ko'ra keyin narxini aytib o'tamiz. Sekin o'sha. Ehtiyot bo'lib. Mana bolasini ko'ringlar. Bu bolasi qaranglar, bu haqiqiy go'zal ekan. O'ynab turibdi. Mana. Metr o'shangchi, mana. Hop, bolasi ham ko'p. Qani buni o'lchab turaylik. Keyin bolasini olib kelamiz. Osh, onasini bo'yi mana 86 ekan. Sabira qo'y, oyog'idan bari qo'y. 87 ekan obunachilar. Mana bolasini qarang, yaxshilab qulog'i bilmayman, 20 mi deyman. 20 bo'ladi shekilli bu ketishda bu. Mayli. Kim olsa ham baraka topsin, suti ham zo'r. Yoshni ko'rsataylik mana. Nechinchisiga endi o'zlaring berib olaverasizlar buni. Butun ya 3-chi ya 4-chisiga.
to'rtinchisiga, uchinchisigami? Bolasiga. Mash qo'yagan xullas. Buni bolasini puli bo'ladi, xolos. 1 oy, 2 oy, 3 bahslayman. Bolasi urg'och-a? Bolasi urg'och obunachilar. Ko'ringlar, haqiqatan zo'r ekan. Tarafga tilojizaga mash qo'ydi, bor. Men o'zimga ham yoqib qoldi. Obunachilar bosib o'raverasizlar. Buni narxini xudo xolasa narxini obunachilar narxini 10 deymiz. 10 million deymiz. Telefon qilsalaring o'tib beramiz chiroyli qilib. Bemalol telefon qilaverasizlar, ish bitadi. Mana haqiqiy elitnoy ekan. Bolasi ham zo'r ekan, uynasi ham haqiqatan elitnoy variantida mana. 10 million kami bor. Hech kim aytgani sotmaydi, telefon qilsalaring o'tib beramiz. 100 ming, 200 ming emas, 300 ming, 400 ming, 500 ming o'tamiz. Obunachilar telefon qilaveringlar. Dastlabkasi ichida qilib 9,5 million so'mga olib borib beramiz, qayga bo'lsa. Samarqandgacha ketdi men 9,5 gacha mayli. Bonus olsin sizlarga. Yaxshilab ko'ringlar. Yaxshi. Obunachilar bo'lsa biz keyingi partiyaga o'tamiz. Keyingi partiyamizga bitta gigant sovlig'imiz bor. Uni ko'rsatamiz sizlarga, xudo xolasa. Narxini ham bomba qilib beramiz. Xo'p, obunachilar keyingi partiyamizga naqd bo'g'ozidan, shu yaqin o'rtada tug'adiganidan, ertaga 50 emas, shu naqidan kerak deganlar. Tagi lopilab turgan bo'g'ozdan kerak degan ekanlar. Mana Buxoroning Qoraquloq shu egiz 2 ta, 3 ta, eng kam 2 ta, bo'lmasa 3 ta, 4 ta tug'adigan variantidan obunachilar mana. Bitta qo'y olmaysiz. 3 ta qo'y, 3 ta, 4 ta qo'y olasiz mana. Bitta qo'y 3 ta, 4 ta aylanadi. Obunachilar misol 1 oy, 2 oyda mana. Naqd bo'g'oz. 100% garantiyasini beramiz. Haligi yo'q 50 kilo dargumon demaymiz, 100% tug'ishiga garantiyasi bor obunachilar bo'ladi mana. Qonni osilib mana o'zi bilinib turibdi. Hozir bo'yvasini, yoshini ko'ramiz, hozir pulini ham o'ta yengil qilib beramiz. Tushuninglarchi? Mana obunachilar yaxshilab ko'ringlar. Buni shay ekan. Buni ko'raylik, uni ko'ramiz keyin. Bo'yini ko'ramiz oldi mana. Bo'yi 80, obunachilar kichkina qo'y emas. Bo'yi 80. Qirrachun. Shuni ko'raylikchi. 4 chiqib o'tibdi endi. Ikkinchisiga ekan bo'lmasa. Bunisi mana bo'yi 80 plus 80 ekan. Hali jundichida emas, qirrachun. Uni ham ko'raylik tishini. Tishini ko'rsatamiz. Mana ikki tish ekan, mana tagi ham mana lopi qonni osilib, naqd mana. O'zi qo'lim mana issiq. 100% garantiya bo'g'ozligiga. Yosh, birinchi, ikkinchisiga bo'g'oz ekan obunachilar. Xudo xolasa bularning pulini yengil qilib beramiz. Xo'sh, bularning narxi obunachilar mayda-chuda o'tirmaymiz, 6 da o'tirmaymiz. Misol bo'g'oz qo'ylar 6,5 bo'lyapti, to'g'risini aytganda. Eng kami 6,5 bo'lyapti. Bularni 6 qo'ymaymiz. 5,5 million so'mdan 11 millionga bir joyga ketaveradi. Telefon qilaverasizlar bemalol. Mana obunachilar yaxshilab ko'ringlar. Xudo xolasa haqiqatan sog'lom qo'ylar ekan. O'sha Buxoroning Qoraquloq qo'ylarini xudo xolasa eng kami bilasizlar, buni eng kami 2 ta, 3 ta, 4 ta tug'adi. Buni tushungan odam o'zi biladi obunachilar. O'zi tushungan o'zi hoji akalar bemalol telefon qilishadi. Xudo xolasa narxini yengil qo'ydik menimcha. Telefon qilaverasizlar. Xo'p. Obunachilar keyingi partiyamizga ham shu misol 12-15 kunda tug'adiganidan, yaqinda shu tug'adigan naqidan so'raganlarga mana sal yonchalishadi. Deganlar akalarga mana birinchisiga, ikkinchisiga bo'g'oz ekan. Ikkalasi ham mana naqd. Shu naqd bo'g'oz so'ragan obunachilarimiz ko'p edi, o'shaning uchun naqidan olib keldik. Xudo xolsa narxini ham yo'lda qilib beramiz. Obunachilar mana bo'g'ozligi mana o'zi bilinib turibdi, tagi mana. Yaqinda tug'adi obunachilar 10-15 kun hayri bor. Mana buniki ham naqa ekan haqiqiy mana. O'zi bilinib turibdi, misol mana shu. Bilinib turibdi. Xo'sh, bunisi birinchisiga bo'g'oz, bunisi ikkinchisiga mana. Obunachilar yaxshilab ko'ringlar. Hop, metrda bo'yni uchun. Hamma yo'q bizda haligi bo'lsin, bo'y vasita hamma yo'qni kahpozni o'lchab beramiz, xudo xolasa. Mana bo'yi 80 bittasi. 80 ga borib qo'ygan. Necha desalarga o'xshar mana. Bunisi 75 plus ekan. Endi birinchisiga bo'g'oz bo'lganda birinchisiga-da endi bu. O'shaning uchun tuqqandan keyin o'sib ketadi xolos. Bo'lib qo'yaveringlar.
Xo'sh, bularni narxiga kelsak, obunachilar, narxini buni ham shu 6 demaymiz, 5,5 dan bir joyga ketaveradi. Ikkalasi ham naq. Bular tug'ib bersa 8 million. Misolda 10-15 kun o'shasalaring tug'sa bo'ldi. Eng kami 7 million yo eng kami 7 million o'zim 8 millionga sotasizlar, xudo xolasa. Qo'chqor tug'ib bersa baxtlaringiz. Urg'och tug'sa ham yana emas. Ko'paysin ham o'zi yaxshi o'zi asli. Sog'ligini ko'ringlar. Xo'ra qo'ylar ekan haqiqatan. Yo, misol oddiy misolda, haqiqatan misol mashina tug'sa qancha misol o'zi yangi tug'ilgan ona bola eng kam 6 million bo'lyapti. Bular biz 5,5 dan qo'yyapmiz. Foyda qiladi bular. Iloji yo'q, foyda qiladi misol. Xo'p, obunachilar bo'lsa biz keyingi partiyaga o'tamiz. Keyingi partiyaga ham xudo xolasa. Endi keyingi partiyasiga ona bola bor. Ona boladan keyin yaxshi qo'ylarimiz bor, ko'rsatamiz. Xo'p, obunachilar, so'nggi partiyamizga haqiqiy gigant sog'liq kelgan. Bu qo'ydi o'tgan partiya ham chiqardi, gapni ochig'ida, narigi sherigi bilan. Sherigini sotdik obunachilar, lekin buni xudo xolasa endi sotamiz. Mana haqiqiy gigant ekan. Buni so'rashdi, prosta biz ham yaxshi pul yo'ganmiz, o'shaning uchun hali qilganimiz yo'q. Mana razizlari ham, razizi ham bor ekan. Obunachilar o'ta udor ekan. Qo'yuvchi metrini u yerda qo'ydi ekan, qo'yib berib ko'rsatmasak bu qo'ydi. Bo'yi 90, qo'lda bosaylikchi 90 ekanda, bu 92 chiqyapti mana misol obunachi 90. 90 ga olishaveradi. 90 ga olishaveradi. Eng qizig'i mana bu joyda. Eng qizig'i mana 2 tish. Qo'zdan endi chiqqan bu. Qo'zdan endi chiqqan. Qo'zdan endi chiqib 2 tish qo'z 90 bo'lsa endi u haqiqiy gigant bo'ladi. Basharasi ham qanaqadir zot bu. Toza. O'ta zo'r. Qo'yib ikki kishi mashada qarab turinglar. Mana qaranglar. Haqiqiy udor ekan qo'y. Gigant sog'liq deb buni aytadi obunachilar, mana yaxshilab ko'ringlar. O bale, ana bunday bo'lishi kerak-da.